Alo Dildoraxon, mashinamda ustiga singan yurak yopishtirib ketgansizmi? Bugun kechga yuragingizni yamayman-da. Ha? Qichqiq bo'lib boraman. 18 yashar dirkillama yigit bo'lib boraman. Cho'tta shu dadamning yurishlari nitoda. Shu qariganda qaynatamiz zapallarini ko'rib yurmasak bo'ldi-edi. Yur. Aram zamzam. Qani to'y bola tasqichi? Birinchi ro'zga to'g'ri keldimmi? Meni gijinglagan toy qilib qo'ygan jonim bolam. Bugun kechga hal qiluvchi uchrashuv bor. Yurak yamagani boraman. Otaxon kiyimdan do'dashib o'tdi, kakras ketib qolibdi. Keling bu yoqqa. Qara. Uchrashuvga tarakan bo'lib boraman. Otaxon mashti ko'rib turgan hamma vitrovkaning narxi haftaga 99 mingdan. Mencha arzon. Bu boshlanishi baqqa yuring. Buni shimlang qancha o'lim? Shim shalvarni ham 99 mingdan. Patsvet qilaman. Kampir bir, kampot olsin bugun menga. Otaxon. Voy dod, arin uyasi, mazza, yo narsalar qanchadan bular? Otaxon jag'is tinmas ekan, do'konimizdagi hamma narsa 99 ming so'mdan. Bu skidka 20-oktyabrgacha. Jonim bolam, qalay 18 yashar yigit oldimmi? Bizni duo qilish o'rniga qilib yurgan ishingizni qarang. Oxiri qo'ni qo'shnilar oldi sharmanda bo'lmasak bo'ldi. Uf, yana senlarmi? Qancha borsam ko'timdan dum bo'lib yurishib, jonimga tegib ketishding. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bormi? Biqinlatib qo'yaman. He? Men oshqozonim ishlamasa hamchi, tinmay ovqat yegim kelaveryapti. Toshkentda bitta to'y qilaman. Kirib borganda ham kanne sunnaylar bilan kampirimda oppoq fotada kirib boraman. Biqinlatib qo'yaman, yo'qol ko'zim ko'rinishmi? Uylanaman. To'y qilaman, iploqdan yo'qol ko'zim ko'rinishmi?